Aksolotl uchun biror a'zosini yo'qotish fojia emas, balki shunchaki vaqtinchalik noqulaylikdir. Meksikaning Xochimilco kolining loyqa suvlarida bu amfibiya hayratlanarli biologik mo'jizalar yaratadi. U oyoq-qo'llarini, hatto miyasining ayrim qismlarini ham hech qanday urinishsiz, benuqson aniqlik bilan to'liq qayta tiklay oladi. Sirli va g'ayrioddiy aksolotlar ilmiy tilda Ambistoma mexichanum nomi bilan ma'lum bo'lib, neoteniyaning jonli timsolidir. Ular voyaga yetganlarida ham yoshlik xususiyatlarini saqlab qolishadi. Qurbaqalar yoki baqalardan farqli o'laroq ular metamorfoz jarayonidan o'tmasdan o'zining noyob shaklida yetuklikka erishadilar. Asosan Mexiko shahridagi Xochimilco kolida istiqomat qiluvchi bu jonivorlar boshqa salamandralardan farqli evolyutsion yo'lni tanladilar. Amfibiyalar orasida odatiy bo'lgan quruqlik hayotiga o'tish o'rniga ular o'z evolyutsion moslashuvlarini a'zolarini qayta tiklashning aql bovar qilmas qobiliyatini rivojlantirishga qaratganlar. Meksika shahri atrofidagi baland tog' ko'llarida o'z makonini topgan aksolotlarning hayot makoni atigi 10 kvadrat kilometrdan ozroq maydon bilan cheklangan. Ularning tirik qolishi butunlay barqaror subtropik tog' iqlimiga bog'liq. Biroq ularning ekotizimi halokat yoqasida. Ushbu noyob makon aksolotlining ajoyib qayta tiklanish kuchlari sirini ochishda asosiy kalit bo'lishi mumkinmi? Aksolotlining aql bovar qilmas qobiliyati uning blastema hosil qilishida yotadi. Maxsus hujayralar jarohat joyida to'planib mo'jizakor tarzda tashkil topadi. Hatto bir necha hafta o'tmay oyoq-qo'l butunlay tiklanadi. Bu jarayon embrion rivojlanishini taqlid qiladi. Bu kabi murakkablik hatto eng o'tkir ilmiy aqllarni ham lol qoldiradi. Aksolotl tanasining yon chizigi bo'ylab joylashgan 4000 ta sezuvchi tuk hujayralari bilan ajralib turadi. Ushbu hujayralar suvning eng nozik tebranishlarini sezib, hayotiy xavfsizlik signalini beradi. Uning aql bovar qilmas darajada past metabolizmi kuchini tejash imkonini beradi. Loyqa va qorong'u suvlarda esa aynan shu xususiyat uning xavflarni oldindan sezib, ulardan mohirlik bilan qochish qobiliyatini keskin oshiradi. Jimjit va chaqqon aksolotl soyalar orasida sirgalib, bir necha metr masofadagi tebranishlarni sezadi. U sabr bilan kutadi, so'ngra millisekundlar ichida aniq zarba beradi. Uning nishoni kichik baliqlar va hasharotlar. Tunda uning ov instinkti o'tkirlashadi. Ammo chuqurliklarda qanday soyalar yashirinib yotibdi, aksolotlining hukmronligiga tahdid solishga shaylangan. Arvohsimon aksolotl suvda beozor sirpanib yuradi. Birdaniga u galtakdek aylana boshlaydi. Lazer aniqligi bilan jabralari yoyilib, jaglari tortilgan qopqon singari shartta yopiladi. Oljani changallab olgach, u maroqlanib olja qiladi. Nafis ko'rinishiga qaramay, har bir harakatini samaradorlik belgilaydi. Tili yordamida oljani o'zining zulmatli gorsimon og'ziga tortadi. U ko'rinmas suv osti xoreografiyasining haqiqiy ustasi. Suv osti qanotlarining chaqqon harakatlari bilan aksolotl o'z qimmatli narsasini himoya qiladi. Yaqin atrofda ayyor yirtqichlar poylashib, uning hushyorligini sinab ko'rishadi. O'zining o'tkir sezgilarini, hatto ultratovush to'lqinlarini ham ishga solib, potensial bosqinchilarni qo'rqitadi. Bu suvli saltanatda hayot-mamot matonat va chaqqon mudofaa harakatlariga bog'liq. Suv ostida aksolotl dunyosini oy boshqaradi. Bu tanho jonzotlar shomdan tong otguncha faollik ko'rsatib, o'z muhitlarida yolg'iz yo'l topadilar. Tong otganda esa sinovlar yuzaga keladi. Kun yorug'ligi bilan birga qadimiy va yangi tahdidlar paydo bo'ladi. Biroq u bunga qanday moslashar ekan? Suv tubida aksolotl 1 kvadrat kilometrlik o'z hududini himoya qiladi. Hidlar yo'l ko'rsatmaydi, hudud chegaralari xiralashgan. Qo'rqmas adashganlar uning makoniga tajovuz qilganida esa to'qnashuvlar muqarrar. Soyalar raqs tushadi, ikki aksolotl bir-biri bilan yuzma-yuz kelganida kim ustunligini aniqlash maqsadida. Nafislik bilan ular gavda holatlari orqali qarshiliklarni namoyish etadilar, har bir harakati puxta o'ylangan holda. Jilvalanuvchi suv yuzasi ostida aksolotlar nafislik bilan suzishadi. Ularning atrofida yam-yashil qamishlar chayqaladi. Ularning jabralari tiriklik bilan urib turadi, o'ziga xos ko'l maskanlarida kislorodni suzib oladi. Har bir mayda to'lqin hayot uchun kurash qissalarini sozlaydi, har bir oqim esa bardoshlilikning bir bobidir. Bu dunyo aksolotlni sindirmadi. Aksincha, uni bunyod etdi. Xochimilco ko'llarida erkak aksolotlar murakkab juftlashish marosimlariga kirishadilar. Jonli stroboskopga o'xshash ranglar jilvasi bilan ular dumlarini vasvasali silkitib, maftunkor bir tomoshani taqdim etadilar. Urg'ochilar tanlab javob beradilar, buni feromonlar va nozik instinktiv ishoralar boshqaradi. Bu juftlashish raqsi bir necha soat davom etadi, nasl qoldirish taqdirini hal qiladi. Sonmas hushyorlik bilan u o'z naslini nozik suv o'tlari orasida asrab-avaylaydi. Har bir tuxum hayotning mort mayoqchasi, uning yashab qolish imkoniyati bor yoki 15 dan 1 ga teng, xolos. Yirtqichlar yaqin atrofda poylaydi. Uning qat'iy kuzatuvi davom etadi. Kichkintoylar dunyoga kelishga tayyorlanar ekan, ularning yovvoyi tabiatga ilk safari zafarmi yoki fojia bilan yakunlanar ekan.
Sokin suvlar ostida akselotlar o'z sirlarini oshkor etadi, qarish jarayonini to'xtatuvchi genetik kodni. Bu abadiy yoshlik ildiz hujayralarini faollashtiradi, to'qimalarning qayta o'sishiga yo'naltiradi. Evolyutsion izlar bu xususiyatning qadimiy zaruratini ochib beradi. Bunday tiklanish chuqur tibbiy imkoniyatlarga yo'l ochadi. Akselotning bu ajoyib tuhfasi bir kun kelib inson shifosini tubdan o'zgartirishi mumkin. Aksolotl ekotizimni nazorat qiluvchi yirtqich, shilli qurtlar va mayda baliqlarni ovlaydi. U bo'lmasa shilli qurtlar haddan tashqari ko'payib, mahalliy o'simliklarni bo'g'ib tashlardi. Bu nomutanosiblik baliq populyatsiyalariga salbiy ta'sir ko'rsatib, butun oziq zanjirini izdan chiqaradi. Aksolotl suv osti hayotining uyg'unligini saqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shunday bo'lsa-da, yovvoyi tabiatda soni mingdan kamayib ketgan aksolotl jiddiy tahdidlarga duch kelmoqda. Ifloslanish, yashash muhitining buzilishi va invaziv turlar uning makonini kemirib bitirmoqda. Bu ajoyib jonzot yo'qolib ketish yoqasida turgan bir paytda, uni saqlab qolishga bo'lgan shoshilinch ehtiyoj tobora kuchayib bormoqda. Uning mavjudligini asrab qolish uchun bizdan choralar ko'rishimizni iltijo qilmoqda. Aksolotl chayqalib turgan suv o'simliklarining go'zal gilami uzra o'zini muloyimlik bilan olga siljitadi. Uning nozik jabralari xuddi bayram lentachalari kabi hilpiraydi. Suv otlari uning shaffof terisiga sepilgan, bu tabiatning o'ziga xos bezagi matonatli suzuvchini quchoqlagandek, hayotning vaqtning tinimsiz oqimiga qarshi bardavom raqsining jonli guvohidir. Evolyutsiyaning mo'jizalar olamiga yanada chuqurroq shonging. Aksolotlning sirli suzishi qanday namoyon bo'lishiga guvoh bo'ling. Qiziquvchan qalblar yanada ko'proq kashfiyotlar sari chorlanadi. Tabiatning yashirin san'atini kashf etish uchun obuna bo'ling.